Xo'sh, biz hozir trigonometrik formulalarni isbotlashni davom ettiramiz. Bugungi formulamiz sinus alfa ko'paytirilgan sinus beta ko'paytmadan ilmli bo'lish formulasi. Xo'sh, quyidagicha ko'rinishda biz buni isbotlashga kirib ko'ramiz. Isboti quyidagicha. Sinus alfa ko'paytirilgan sinus beta. Uning uchun nima qilamiz? Bundan oldin kosinus alfa minus beta va kosinus alfa minus beta formulasini bosh ko'ramiz. Boyagidan oldingi darsimizda mana ayirmadan formulasini isbotlagandik. Shu formulani birdaniga yozib ketaman. Kosinus alfa minus beta degani kosinus alfa kosinus beta minus sinus alfa sinus beta. Vektor shaklida vektordan sigaret ko'paytirishdan foydalanib shu formulani isbotlagandik. Endi yig'indisini formulasi kosinus alfa kosinus beta minus sinus alfa sinus beta. Xo'sh, endi mana bu ifodalarni biz ayirib ko'ramiz. Chunki bizga sinus alfa sinus beta kerak. Ayirib ko'radigan bo'lsa buni hosil qilamiz. Xo'sh, ayirib ko'radigan birinchi bir tarafdan qilaman. Bundan buni ayiradigan bo'lsa qara sinus alfa sinus beta minus sinus alfa sinus beta. Ikkita minus virus urib ketadi, ikkalasi qo'shib ketadi. Ikkita sinus alfa sinus beta. Ikkita sinus alfa sinus beta teng bu ikkalasi sarf etib kosinus alfa minus beta minus kosinus alfa plus beta formulasiga chiqadi. Yana shundan sinus alfa sinus beta topadigan bo'lsam, sinus beta topadigan bo'lsam, bir tasini hammani ikkiga bo'lib beramiz. Hop, kosinus alfa minus beta minus kosinus alfa plus beta. Shuni xo'sh, to'liq formula hisoblanadi. Agar mana shu joyimizda kosinus alfa ko'paytirilgan kosinus beta so'ralsa, ikkalasini qo'shib yuboramiz. Qo'shib yuborganimizda sinus alfa sinus beta deb ketadi. Agar mana bu kosinus alfa kosinus beta so'ralsa, kosinus alfa ko'paytirilgan kosinus beta formula so'raladigan bo'lsa, ikkalasini qo'shib qo'yamiz. Mana bu ikkita paydo bo'ladi va ikkalasi qo'shiladi. Kosinus alfa minus beta plus kosinus alfa plus beta. Mana shu formuladan eng qarmaqlikka bo'ladigan bo'lsa, kosinus alfa ko'paytirilgan kosinus beta teng 1/2 kosinus alfa minus beta plus kosinus alfa plus beta degan to'liq formula hisoblanadi.